Hammaga assalomu alaykum. Mana bugungi ishimizni ham boshlab oldik. Xudo xolasa gullarimizni o'rash jarayoni ketyapti. Qishki mavsumga tayyorgarlik. Xudo xolasa erta bahorga gullarimiz chiroyli bo'lib turishi uchun mana shunaqa materialni sifatli qilib gullarimizni o'raymiz. Nimaiki bu gullarimiz qimmat gullar. Shuning uchun suvini oldin olgani o'raladi. Shunaqa sifatli xizmatlar kerak bo'lsa murojaat qilaverasizlar. Telefon nomeri 91 105 32 52. Mana shunaqa zamonaviy gullar archalar ekish kerak bo'lsa murojaat qilaverasizlar. Agarda gullaringiz bo'lsa, mana shunaqa sifatli xizmatlar kerak bo'lsa gullaringizni o'rab beramiz. Bugun 13-dekabr. Sovuqqa tayyorgarlik. Bizning xizmatlarga Farg'ona, Andijon, Toshkent bo'ylab xizmatlarimiz mavjud. Va bizda mana shunaqa zamonaviy gullar ekish va gazon ekish xizmatlarimiz ham mavjud. Gullar doralash, o'zining tagiga vitaminlari, o'tlari qilinadi. Telefon nomerini qoldirganman, telefon qilaverasizlar. Eng asosiysi sifatli xizmatdan foydalaning.